Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük Haberler programımızda görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. İstanbul'da çoğun tipteki resim görgezmesi başlandı. Barın qırğınçılığının 29. yılı münasebeti bilen bugün 5. aprel günü İstanbul'da resim görgezmesi resmi açıldı. Körgezmede barın şehitlerinin resimleri qo'yilish bilan birga xalqimiz hozir duch kelayotgan zulm va bostirishlar aks ettirilgan resimlar, madaniyat urf-odatlarimizni tunishtiradigan resimlar qo'yiladi va tashviqot varaqchilari tarqatiladi. Sinalg'u video filmlari ko'rsatildi. Umumiy jihatdan elib aytganda bu resim va madaniyat ko'rgazmasi Sharq Turkiston xalqining hozir duch kelayotgan qiyinchilik ahvolini Türkiye'deki yerli qarindoshlarımizga tunishtirish, jamoat fikri paydo qilish, bu orqali Türkiye xalqining qo'llab-quvvatlashiga erishish, mavjud kun tartibini saqlab davomlashtirish maqsadida 10 aprelgacha faoliyat elib beriladi. Bugun atigandala Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati va Sharq Turkiston axborot va media agentligi xodimlari İstanbul'un en avat rayonlaridan biri bo'lgan Sarajxona bog'chisidagi ko'rgazma maydonini güzel bayroqlarimiz ve resimler bilen bezep ziyaretki tayyor holatga elib keldi. Keyin Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi rahbari, İHA insoniy yordam maxfiy mas'ullari va har qaysi tashkilot mas'ullari har qaysi axborot vositalarining va maydonga yig'ilgan yerli qarindoshlarimizning huzurida ayrim so'z qilib, 5 kun davom qiladigan bu ko'rgazma haqida so'z qildi. Hammaylan so'zlarida barin shahidlarini aslash bilan birga Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy bostirish siyosati natijasida Sharq Turkiston xalqining qaysi ahvolda ekanligi to'g'risida maydondagilarga va axborot vositalariga ma'lumot berdi. Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi barliq qarindoshlarimizning bu faoliyatni qo'llab-quvvatlashini va rasm ko'rgazma maydoniga qadam tashrif qilishini alohida taklif qildi. Faoliyat o'rni İstanbul Fatih rayoni Sarajxona bog'chisi maydoni. İstanbul shaharlik hukumat binosining qiypash udulida. Faoliyat vaqti 2019 yılı 4. ayının 5. kunidan 10. kunigacha 5 kun davom qiladi. Hurmat bilan Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi. Tutqundagi Uyg'urlarning echinishlik ahvoli oshkorlandi. Zimiston to'rining 4 aprel bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Gansu o'lkasi Jiuchuan turmasida 1000 ga yaqin Uyg'ur tutqunning borligi, ularning turma boshqarishiga bo'ysunmadi degan bahonalar bilan etib tashlanganligi oshkorlandi. Xabarda Xitoyning Sharq Turkistondagi turma va jazo lagerlariga odam sig'dirolmaganligi va o'zining Sharq Turkiston xalqini keng ko'lamli tutqun qilish jinoyatini xalqaro jamiyatdan yo'shirish uchun Uyg'urlarni zo'r ko'lamda Gansu, Shanshin, Xeylongjiang qatorliq o'lkalarga yo'tkiganligi bildirildi. Muxbir Gansu o'lkasida xalqni ziyorat qilish orqali 2018 yili kuzda Gansuning Wuwi shahridagi bir turmaga mingdak Uyg'ur tutqunning yo'tkab kelinganligini, tutqunlarning Sharq Turkistondan poyezd bilan to'shilib, Wuwi shaharlik vokzaldan cho'ng avtobus bilan turmaga elib kelinganligini, har bir tutqunning beshiga qora xalta kiydirilib, 2 dan saqchining elib manganligini egilagan. İsmini oshkorlashni xohlamagan bir kishi muxbirning ziyoratini qabul qilib, Gansuga yo'tkab kelingan mahbuslarning hammasining 20 yil atrofida kesim chiqarilganlar ekanligini, ularning kech-kunduz ko'yizi kishan bilan turadiganligini, kishan bilan ko'yizi chetib qo'yilgan bo'lib, tutqunlarning belini ruslay olmaydiganligini, ularga turma soqchilarining doim tan jazosi beradiganligini, hatto ular soqchilarning gapini anglamadi degan bahonalar bilan etib tashlandiganligini oshkorlagan. 10 ming Uyg'ur tutqunning yo'tkab ketilganligi oshkorlandi. Zimiston to'rining 4 aprel bergan xabarda bildirilishicha, yaqinda Sharq Turkistonning G'uljidan 10 mingga yaqin tutqunning maxfiy yo'tkab ketilganligi oshkorlangan. Xabarda Sharq Turkistonning Eli Qozoq avtonom oblastidan oldingi oydala 10 mingga yaqin Uyg'ur tutqunning maxfiy yo'tkab ketilganligi, biroq ularning nega elib ketilganligining bir siri bo'lib qolganligi, oldingi 3 yil ichida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonning har qaysi joylarida keng ko'lamli turma selish, turmalarni kengaytirish to'lqini qo'zg'aganligi, mutaxassislarning Xitoyning qurilish planini ko'zitib tahlil qilishicha, o'tgan 6 yil ichida Sharq Turkistonda 200 ga yaqin turmaning kengaytib selinganligi, undan boshqa 2018 yili 34 o'rinda turma selinishga boshlaganligi bildirilgan.
Xabarda yana Xitoy tajovuzchilari zo'r ko'lamda kengaytib salgan turma va lagerlar to'shib ketganligi sababidan Sharq Turkistondagi tutqunlarni Xitoy o'lkalariga yo'tkashga boshlaganligini, yo'tkab ketilgan tutqunlarning o'rniga yangidan odam tutib so'lab bostirishga boshlaganligini oshkorlagan. Filippin Xitoyga norozilik bildirdi. Filippin Tashqi ishlar ministrligi Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortishlik orol atrofida Xitoy paraxodlarining mavjudligining qonunga xilof ekanligini e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Filippin xabar agentliklari Tashqi ishlar ministrligining bayonotida separatli taqim orollarida Pag Asa deb atiladigan Filippinning Dito oroliga yaqin joyda az degandimi 200 ga yaqin Xitoy kemalarining ko'rinib turishi qonunsizlikdir deyilganligini xabar qildi. Bayonotda Xitoyning bu qilmishlarining Filippinning egilik huquqini oyoq osti qilganlik bo'ladiganligi eskartildi. Filippin prezidentligi bayonotchisi Salvador Panelo hafta oxirida e'lon qilgan bayonotida Dito oroli atrofida dekabr oyidan mart oyigacha bo'lgan jarayonda 275 atrofida Xitoy kemalari ko'rilganligini va Tashqi ishlar ministrligining bu ahvollarga vaqtida norozilik bildirganligini eskartgan edi. Filippinlik yana bir diplomatiya xodimi Xitoy elchixonasiga diplomatik nota ogohlantirish topshirganligini aytdi. Xitoy 1974-yili o'zi e'lon qilgan bir xaritani asos qilib, talash-tortishlik Janubiy Xitoy dengizining 80%ning o'ziga tava ekanligini ilgari surib kelmoqda. Yer osti boyligining mo'lligi bilan to'nilgan bu rayon ustida Filippin, Vyetnam, Brunei va Malayziya o'zlarining egilik huquqi borligini ilgari surmoqda. Xitoy rejimining Janubiy Xitoy dengizida sun'iy orol va orollarning ustiga harbiy bazalarni yasab, rayonda egilik huquqining borligini ilgari surishiga rayondagi davlatlardan boshqa yana Amerika qarshi chiqmoqda. Xalqaro jamoatchilik tarafidan Parachal va Separatli deb atiladigan bu taqim orollari Vyetnam tarafidan Hongsa va Trongsa deb atiladi. Xitoy bo'lsa bu orollarni Shisha va Nansha Chundao deb atab kelmoqda. Amerika Xitoyga qarshi Hindistonni qo'llashga boshladi. 4-aprel Press Trust of India agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika Hindistonga 24 tikuchar aeroplan setib berishni tasdiqlagan. Xabarda deyilishicha, Prezident Donald Trump Hindistonga Lockheed Martin zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan MH-60R tipli tikuchar aeroplandan 24 ni setib berilishini tasdiqlagan bo'lib, bu tikuchar aeroplan Xitoyning dengiz osti paraxodlarini iz qo'g'lashga ishlatilgan. Xabarda mazkur tik ucharning izdab qutqizish iqtidoriga ega ekanligi, bu tik ucharlarning Angliyada ishlab chiqarilgan dengiz yo'lvisi nomli tik ucharlarning o'rnida ishlatilganligi, umumiy qimmatining 2 milliard 600 million dollar ekanligi bildirildi. Donford Turkiya bilan kelishim hosil qilishimizni umid qilaman dedi. Amerika armiyasi bosh shtab boshlig'i Joseph Donford Turkiyaning S-400 setib olishiga aloqador muzokaralardan texi voz kechmadoq dedi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika armiyasi bosh shtab boshlig'i Joseph Donford Turkiyaning Rossiyadan setib olgan S-400larni cho'radigan holda davlati bilan davomlashtirayotgan muzokaralar to'g'risida to'xtalib, Turkiya bilan bir kelishim hosil qilishimizni umid qilaman dedi. Pentagonda muxbirlarning savollariga javob bergan Donford, Turkiyaning S-400 setib olishiga aloqador muzokaralar to'g'risidagi bir savolga bu masalaga bir chora tepishdan texi voz kechmadoq dedi. Turkiyaga vatanparvar nomli boshqariladigan bomba havo mudofaa sistemalarini setib berish taklifini sunganliklarini xotirlatib o'tgan Donford so'zini davomlashtirib, sizlarga ma'lum bo'lganidek bu nihoyat murakkab bir masala. S-400lar va F-35lar masalasi bularning bir-biriga mos sistemalar emasligini ro'shan eskartdik. Biroq hozirmi ilgirlash hosil qilishga tirishyapmiz va Turkiya bilan bir kelishim hosil qilishimizni umid qilaman. Qisqasi, texi voz kechmadoq deganlarni qayd qildi. Amerika mudofaa ministri vakili Patrick Shanahan Pentagonda muxbirlarning Turkiya topshirib olishni planlayotgan Loki havo armiyasi bazasidagi F-35lar bilan munosabatli savollarga javob berib, F-35 ularning topshirilishini kutyapman. Bizning Turkiyaga sungan vatanparvar nomli boshqarilgan bomba havo mudofaa sistemalarini setib berish taklifiga, bahosiga va eng muhimi vatanparvar nomli boshqarilgan bomba havo mudofaa sistemasi bilan birlikda ta'minlanadigan sanoat mahsulotlari taklifiga ishonaman dedi. New-York vaqti gazetasi Xitoyning butkul bir shaharni turmaga aylantirayotganligini e'lon qildi.
Bugun Amerikadagi nüfuzli axborot organlaridan New York vaqti gezida mazkur gazet muxbirlarining Qashqardagi naq maydon ziyorati asosida ishlangan bir suratlik xabar e'lon qilindi. Xitoy butkul bir shaharni turmaga aylantirayotgan nomli bu suratlik xabarda naq maydondan tortilgan fotosuratlar va qisqa sin ko'rinishlari orqali Uyg'urlar uchrayotgan navbatdagi og'ir zulmlar yoritib berilgan. Muxbir bayonida Xitoy rejimining rayonda lagerlarni ta'sis qilib, milyonlarcha Uyg'urlarni lagerga qamaganligi, ammo lager sirtidagi Uyg'urlarning bir usti uchuq turmada yashaydiganligini eskartgan. Xabardagi ko'rinishlarda ko'ch-ko'ylar, oshxona va hatto masjidlarga esilgan sanoqsiz kameralar, hisobsiz soqchi va bexatarlik xodimlari, shundaqla yana Uyg'urlarni yo'llarda to'xtatib so'roq qilayotgan, telefonini tekshirayotgan ko'rinishlar ko'rsatildi. Suratlik xabarda yana Qashqarda 2016-yili Google xaritasidan qop-quruq turgan bir parcha yerda hozir taxminan 20 ming odam patadigan lager qurilganligini, tutqunlarning qaranchuqsiz qolgan bolalarining yetimxonlarga yig'ib elindiganligi, Qashqardagi faqat birli Darultamga o'tgan yili 7 ming bola qabul qilinganligini bayon qilgan. Xabarda yana maktablardagi Uyg'ur bolalarining davomli so'roq qilinib turadiganligi, bir bola ota-onasining o'ziga Qur'on suralarini o'rgatganligini muallimga aytib bergandan keyin u bolaning ota-onasining atisili g'oyib bo'lganligi bayon qilingan. Muxbir xabarining oxirida mana shuningga o'xshash bir eg'iz so'z, o'ch adovati bor qo'lim qo'shna yoki qo'rqib ketgan bir bolaning so'zi sababli nurg'un Uyg'urlarning soqchining davomli ta'qib qilishiga yoki lagerga qamalishga mahkum bo'ladiganligini bayon qilgan. Shundaqla Uyg'urlar navbatda boshdan kechirayotgan og'ir zulmlarni yoritib bergan. Ömer Bekali Shvetsiya Xalqaro kechirim tashkilotida guvohlik berdi. 4 aprel Ömer Bekali Xalqaro kechirim tashkilotining Shvetsiya sho'basining markazida lagerda ko'rgan 8 oylik ekinishlik hayotini anglatdi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan lagerdan qutulib chiqqan tirik shahid Ömer Bekali Uyg'ur ma'rif uyushmasining hay'atlarining tashkillashi bilan Shvetsiya Xalqaro kechirim tashkilotining Stokgolmdagi markazida o'zining lagerdagi kechirimlari bilan birlashtirib Sharqi Turkistondagi tragediyalar haqida guvohlik berib, 2016-yili mart oyida Qozog'istondan ota-onasini yo'qlash uchun Sharqi Turkistonga borganligini, tuyuqsiz 5 nafar Xitoy soqchisi tarafidan qo'liga ishkal selib, beshiga qora xalta kiydirilib tutib ketilganligini, tutilgandan keyin gunohsiz holatda 8 oylik hayotini lagerda o'tkazganligini, lager hayotida Xitoyning o'ziga solgan zulmi, qiyin qistoqlari, haqoratlari, Xitoy tajovuzchilarining lagerda put-qo'llarini zanjir bilan bog'lab qo'yganligini, Xitoy ishg'olchilari mazkur o'lim lagerlaridagi Uyg'urlarni qiynash jarayonida yalang'ochlab qattiq simont yerga yotqizib, ustiga sovuq suv chechib qiynash, jinsiy a'zosiga simdak bir narsani tiqib qiynaydiganligini, uningdan boshqa yana har kuni 16 soat midirmay o'ltirg'izdiganligini, o'ltirish jarayonida bir xil shavqun ovoz qo'yib berib, nervisini ojizlashtiradiganligini, shuning bilan birga 2 xil noma'lum dori beradiganligini, u dorini yeganda o'ziningmi 2 qatim aylanib qolganligini, 16 kvadrat metrlik kichik uyga 50-60 odamni so'laydiganligini, o'zi yotgan kamerdan 2 kishining jasadini elib chiqib ketganligini, har kuni 3-4 odam elib ketilib qaytib kelmaydiganligini, uning o'rniga boshqa odamlarni elib keldiganligini oshkorladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.